Hop, hozir mana yukka oldik. Bu yuk Texasga ketadi. Xudo xolasa juma kuni yetib borishimiz kerak. Eshikni ham yopib oldik. Hop, bu yukka nasib bo'lsa juma kuni olib borishimiz kerak. Men hozir North Carolina shtatidaman, Shimoliy Karolina. 2 kunda borish kerak, xudo xolasa. Endi bu yukimiz juda ko'p vaqt olmaydi, maza qilib yo'lda yuriladi. Zalga ham kirishga xudo xolasa imkoniyat bo'ladi. Kuzatib boringlar. Hozircha bu videolarimiz yana borgan sari yaxshiroq kачестволada, yaxshiroq formatlarda olib boramiz, xudo xolasa. Tabiatni qaranglar.